Assalamu alaikum, hurmatli jamoat, hurmatli ayoldaşlar, tuğan uruq qo'shna qulim, ulug' Ramazon ayingizlar qutlu bo'lsin. Ramazonda qilgan ibodatingizlar, duo tileklaringizlarni Jaratgan qabul qilib, Qadr kechasi deb niyat qilib, Allohdan so'uni umid qilib, Qadr kechasiga tayyorlanayotgan jalpı ayılığızda yaşagan tuğanlar. Bugün buna bizden Құдай берсе таравih namazının başlar aldındayız. Bugün bir özgöçü жақшы біздің таравihga өтіп беріп отқан кішінекейлерімізге сүйінішті күн. Ерәлі деген үкәбізден Әлхамеканың оğlu Наушул білім жолыға қадам таштап, Жаратқанның Құранын жаттап, Құраныны бекем тақ араб тілінде үйреніп, ең алды bir парадан ашып, ең арқасы 5-6 сүре жаттаған палуандар мына ушул биздин алдыбызга таравih намазыга өтүп берип ататтар. Ушул балдарға аз болсо дагы сүйүнүч катары бардыгынын башы бирдей аппак болсун деп Москвада иштеп аткан үкәбиз өзүнүн мээнеттери менен тапкан ырыскысынан бөлүшүп, ушул балдардын сүйүнүчүгө сүйүнүч кошоюн деген тилек менен ушул топулардаган экен. Кудай кааласа, Мамит ака, сиз өзүңүз кийгизип койсоңуз дагы жакшы болот. Аксакал bir boş maşette oturatlar, alıp durup bir uçuraş kiyizip koyuyoruz. Siz kim? Siz aksakalsız. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum jigitlar. Bular kelajakda xori bo'la turgan bollar. İnşallah. Xudo xolasa bular katta cho'g'ojiday, Imom Azamday katta xori bo'libdir. Amin. Xudoyim nasib. Mana yoshligidan katta o'qitasizlarmi? Xudo xolasa bo'lasizlar. Kelishinglar keng bollar sizlar. Bordinglar mana shu buna og'ayimizga rahmat aytaylik. Bordi bizlarga sultonlar. Shu kelib buna sizlarga Xudo taolo nasib qilib buna shunchalik uylanib o'tasizlar. Hozir sizlar jasinglarda sizlarga mana shu jottaqonlar tasha tomga bosganday qoladi. Xudo xolasa sizlar katta cho'g'ojiday katta xori domla bo'lasizlar. Sizlarga Xudo taolo ikki dunyo olib kelishligini beradi. Buna sizlar bu dunyoni olib kelishligiga o'qitasizlar hozir. Shuning uchun sizlarga katta rahmat jigitlar. Duog'in o'rkindiyotib bulay bergilar. Kelajakda mana sizlar bo'la turgansizlar. Kelajakda yoshlar nimada? Bizni kelajagimiz yoshlar deydi, bolalar deydi. Xudo xolasa mana shu masjidga odam boqqa kela turgan bo'lib o'qitib, sizlar ham muallim bo'lib o'qiysizlar. Xudo xolasa Xudo taolo yoshligingizni berib, kelajaginglar keng bo'lib, umringlar uzun bo'lib, vaqtli, talayli bo'lasizlar, bola chaqali bo'lasizlar. Xudo taolo sizlarga ikki navbat kelishini beradi. Sizlar mana bu dunyoda, o dunyoda to'ylikdikning duosini o'qib, Xudodan qilgan qarzlarini o'qib, tushunib o'tasizlar. Sizlar mana katta Nursulton domlalarga ham cho'ng rahmat aytdilar. Va bizning molimizda, bizni o'qitganda o'ris og'aylar o'qitadi edi. Ey, qana Xudoyim, ko'rsatchi menga. Ya, Xudoyim qana deb bizga shuni do'qiladi dedi. O'roza tutsak, chiqarjingizib bo'lsa chiqib qo'yadi dedi. Biz shunday molda so'rayapmiz. Mana sizlarga Xudo berib turib hozir Qirg'izistonga mana din yaxshi bo'lib keldi. Bizning Qirg'izistonga Xudo taolo merini to'kdi. Qara bular Qirg'izistonda barcha odamlarga borsa mashina, boylik, biylik barcha yaxshi bo'lib o'tadi. Mana sizlar davom o'qib turgan bo'lsangiz, Xudo xohlasa bizning Qirg'iziston Arabiyadan ham kuchli bo'ladi. İnşallah. Xudoyim nasib qilsin. Endi sizlarga mana kim jo'natibdir dering. Alhamakanın oğlu Yerali degan jigit. Mana Yeraliga cho'ng rahmat. Ko'rdinglar, o'sha yerdan turib mana sizlarga sovg'a qilib, bordinglar, dilinglar toza, ko'nglingiz toza, mana shu dinni o'rganib o'tadi, sizlarga mana shu nasib qilib mana shuni jo'natibdir. Buga Xudoga besh shukr, shu bo'ldi ham duo aytib qo'yamiz, ha? Amin. Mana endi sizlarga Şapkelep çeşinizler. Qana şapkalar chesib, yo bismillahirrohmanirrohim. Bir baştan İlyas'tan başlap duruyor. İlyas, turun. Bir de